Tefsiri Muyesser Tevbe Suresi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Peygamber! O münafıklar üçün meyli Allah'tan mağfiret talep kılgın yoki talep kılmagın, hatta ular üçün qayta mağfiret talep kılsanmı, Allah ularning gunohlarini hergiz kechirmaydi. Çünkü ular Allah'ni ve Allah'ning peygamberini inkar qildi. Allah o'ziga itoat qilishdan bosh tortgan qavmni hidoyatga muvaffaq qilmaydi. Allah'ning paygamberi Muhammed aleyhisselamning cihatga chiqinglar degan amriga xiloflik qilgan munofiqlar o'zlarining cihatga chiqmay Madinada qolib qolganiga xushal bo'lishdi. Ular Allah'ning paygamberi bilan Allah yo'lida pul melini sarf qilib, jinini pido qilib jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda jihadga chiqmanglar deyishdi. Ular da'vat qilingan Tabuk g'azoti qattiq issiq kunlarda bo'lgan edi. Ey payg'ambar! O munofiqlarga jahannamning o'ti texmo qiziqdir degin. Kashki ular buni bilgan bo'lsa-chi. Payg'ambar alayhissalom bilan Tabuk g'azotiga chiqishdan qolib qolgan oshu munofiqlar kufrlikning va munofiqlikning jazosi uchun bu dunyoda oz ko'lsin. Oxiratda dozoq o'tida ko'yganda ko'p yig'lasin. Ey payg'ambar! Agar Alloh sana Tabuk g'azotidan qaytib kelishni nasib qilib, seni jihadga chiqmagan munofiqlardan bir turkumi bilan uchrashtirsa, ular sendan buningdan keyingi jihadlarga chiqish uchun ijozat so'rsa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga hech qanday jihadga mangu chiqolmaysizlar. Hergiz men bilan birga chiqib, dushmanga qarshi urush qilolmaysizlar. Çünkü sizler işning beshidala jihadga chiqishdan qolib qolishga rozi bo'ldinglar. Endi sizlar bundan keyinmi payg'ambar bilan jihadga chiqishdan qolib qolg'uvchilar bilan kelinglar. Ey payg'ambar! Munofiqlarning orasidan o'lgan hech qanday odamning namozini tushunmagin. Duo qilish uchun uning qabrisi ustida o'tirmagan. Çünkü ular Allah'ni ve Allah'ның peygamberini inkar qildi ve Allah'ның itoatidan chiqqan holda o'ldi. Bu munofiqlikqa bilingan har qanday odamga qaratilgan umumiy hukmdir. Ey payg'ambar! O munofiqlarning pul, meli ve farzandlari seni ajablantirmasin. Allah dünyada fakat bu mal dünya ve avlodlar orqali ularni jazolashni ve ularning kofir beti jinini elishni iroda qiladi. Ey payg'ambar! Sana Allah tarafidan Allohga iymon etinglar, uningga ixlos qilinglar ve Allah'ning payg'ambari bilan birga jihad qilinglar deb amr qiladigan biror suruvchilar munofiqlarning orasidagi boylar senden jihadga chiqmaslik to'g'riliq ruxsat so'raydi. Ular bizni jihadga chiqmay qolib qoladigan ojizlar bilan qoldirib qo'yg'in deydi. O munofiqlar nomus qilmay uyda qoladigan ayollar, bolalar va ojizlar bilan kelishga rozi bo'ldi. Ularning munofiqligi payg'ambar alayhissalom bilan Allah yo'lida jihadga chiqishdan qochganligi uchun Allah ularning dillarini pechatlab etdi. Shunga ular haqiqatni tushunmaydi. O'ziga foydali ishlarni bilmaydi. O munofiqlar jihadga chiqishdan qochgan bo'lsa-mu, Allohning payg'ambari va uning bilan birga Allohga iymon keltirgan mu'minlar pul melini sarf qilib, jinini pido qilib Allah yo'lida jihad qildi. Ani shular bu dunyoda g'alba va g'animatdan iborat
yaxshiliklarga erishadi. Oxiratda bo'lsa, izzat ikromga va jannatga erishadi. Ani shular murodiga yetguchilardir. Allah ularning oxiratlik mukofoti uchun ularga qasrlarning va dal daraxtlarning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatlarda mangu turadi. Bu cho'ng utuqdir. Madinaning atrofidagi sahrolik arablarning orasidan bir guruh kishi jihodga chiqmaslik uchun payg'ambar alayhissalomdan ruxsat so'rab kelib, uningga ojizlik, chorsizlik qatorliq jihodga chiqolmaslikning o'zlarini bayon qilishdi. Yana ularning orasidan Allohni va uning payg'ambarini inkor qilgan bir guruh kishi payg'ambar alayhissalomga hurmatsizlik qilib o'zirmi aytmadi. Jihodga mı chiqmadi. Yuqorqilarning orasidagi kofirlar bu dunyoda o'ldirilish qatorliq qattiq azoblar bilan jazolanadi. Oxiratda bo'lsa do'zaxga tashlanadi. Ojizlar, kasallar va yo'qsullikdan jihodga chiqish uchun jabdunishga xarajat topolmagan o'zirdik kishilar agar Allohga va Allohning payg'ambariga ixlosmand bo'lsa va islom shariatiga amal qilsa, ularga jihodga chiqmaganligi sababli gunoh bo'lmaydi. O'zirsiz sababli jihodga chiqolmagan bo'lsa-mu, Allohning diniga sodiq bo'lib, yaxshi ishlarni qilgan kishilarni ayblashga yo'l yo'q. Allah ularning gunohlarini mag'firat qilg'uchidir. Ularga rahim qilg'uchidir. Shuningdek, ey payg'ambar, jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelgan bo'lsa-mu, sen ularga mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deganda, jihodga jabdunish uchun bir narsa topolmaganligi sababli bu sharaflik ulug' ishdan va uning savobidan mahrum qoldiganligiga hasratlanib, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishgan kishilarni mo ayblashga yo'l yo'q. Ey payg'ambar, ayblanishga tegishli kishilar jihod uchun jabdunishga sharoiti bor turug'liq, sendan jihodga chiqmaslik to'g'riliq ruxsat so'raganlardir. Ular jihodga chiqmay, ayollar va bolalar qatorliq o'zirliklari bilan billa uyda qilishni ixtiyor qilgan munofiq boylardir. Allah ularning dillarini munofiqlik illati bilan pejatlayotgan bo'lib, ularning diliga iymon kirmaydi. Ular Allah yo'lida jihod qilishdan yuz o'rganligi sababli o'zlarini qandoq yomon oqibatlarning kutayotganligini bilmaydi. Ey mu'minlar, sizlar Tabuk g'azatidan qaytib kelgandan keyin sizlar bilan jihodga chiqishdan qayb qolgan ashu munofiqlar sizlarga yolg'on o'zirlarni aytadi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlar bekorga o'zir aytmanglar. Gapinglarga hargiz ishonmaymiz. Allah sizlarning ahvolinglarni bizga xabar qildi. Agar sizlar munofiqlikdan tavba qilib, o'zinglarni isloh qilsanglar, buni Allah va Allohning payg'ambari ko'radi. Amalinglar bu dunyoda kishilarga ayon bo'ladi. Ondan sizlar o'lgandan keyin yoshirun va oshkora hamma ishlarni bilib turadigan zot Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Allah sizlarga barliq amalinglarni aytib beradi va shuningga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Sizlar g'azotdan qaytib kelgan cheg'inglarda u munofiqlar sizlarni ayblamasin deb Allohning nomi bilan qasam qilib turib, yolg'on o'zirlarni bayon qilishga boshlaydi. Sizlar ularga ko'ngil bilmanglar. Ulardan yuz o'ringlar. Chunki ular ichki dunyosi razillik bilan to'shib ketgan nejis odamlardir. Qilmishlari sababli ularning oxiratda boradigan joyi jahannamdir. Ey mu'minlar, o munofiqlar sizlarni rozi qilish uchun sizlarga yolg'ondan qasamlarni ichib beradi.
Sizlar ularning aldamchiligini bilmaganlikdan, ulardan rozi bo'lgan taqdirdami, Alloh ulardan va ularga o'xshash Allohning itoatidan chiqqan fosiq qavmdan hargiz rozi bo'lmaydi. Sahrolik arablarning kufrligi va munofiqligi shaharliklarninkidan qattiqdir. Bu ularning ko'nglining qattiqligi, ilmdan, ulamolardan yiroq holda yashaganligi, vaz nasihat so'rinlarga bormaganligi sababdandir. Shunga ular dinning belgilimlarini va Alloh tushirgan ahkomlarni bilmaslikka eng yaqindir. Alloh ularning hammasining ahvolini bilguchidir. Bandalarning ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilguchidir. Sahrolik arablardan ba'zilari Alloh yo'lida sarf qilgan narsalarni bir turlik seliq, ziyon, zahmat deb qaraydi. Undan savobni umid qilmaydi. Ular sizlarning beshinglarga balo qazo va xofliqlarning kelishini kutadi. Ammo ular kutgan balo qazo va xofliqlar musulmonlarga emas, ularning o'zlariga keladi. Alloh ularning gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning yomon niyatini bilib turg'uchidir. Sahrolik arablarning ba'zilari Allohga, uning yegona iloh ekanligiga ishonadi. O'lgandan keyingi tirilishning haq ekanligiga, oxiratdagi jannat va dozoqning haq ekanligiga ishonadi. Alloh yo'lida jihad qilish uchun sarf qilgan pul melini Allohning do'stligiga, uning muhabbatiga erishishning va payg'ambar alayhissalomning duosiga sazovar bo'lishning vositasi qiladi. Bilinglarki, ularning bu yaxshi amallari ularni rostilla Allohga yaqinlashtiradi. Alloh ularni esil jannatga kirgizadi. Sheksizki, Alloh ularning barliq gunohlarini mag'firat qilguchidir. Ularga to'liq mehribondir. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.